Aziz do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sotuvimizga navbatdagi Range Rover Sport P360 avtomobilni olib kelib qo'yganmiz. Buni videoni qaranglar, juda ham chiroyli ishlab qo'yishgan. Sportivniy SUV. Bu avtomobilimiz 2025-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha bor yo'g'i 1600 km masofa bosib o'tgan. Shu yerda o'zida like qizartirib qo'ying. Hammamizga kamida shunaqa avtomobillar nasib qilsin. Kapotimizdan tagida 3 litrli turbo, naqd 360 ot kuch bilan jihozlangan dvigatel yotibdi. Ayrim joylarga qarasanglar, bronzoviy qilib ishlab qo'yishgan avtomobilimizni albatta bu ham o'zgacha vid qo'shib turibdi. R22 tyumli Michelin balon, Range Rover diskalar bilan jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu avtomobilimizni полностью kuzovi broneplyonka bilan qoplangan. Dach pulzon, beskichovый достуp, davochiklargacha bor. Aytgancha bizning Telegram sahifamizda ham bor. Srochno o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa avtomobillarni birinchilardan bo'lib ko'rsangiz bo'ladi. Gap yo'q. Ichki salonimizga keladigan bo'lsak, oq va qora ko'jni salonda jihozlangan. Gap ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu avtomobilning ichki salonida o'tirib Range Rover Sportmi yoki Range Rover avtobiografining ichida o'tirganlarni ham ajrata olmaysizlar. Birga bir xil qilib ishlab qo'yishgan. Multimedial rol, head-up display, adaptivniy pnevmopodveska. Barlarni xohlasangiz o'zingiz uchun xolodilnik qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Eng top akustika, Meridian, pamять siniya, abdufobagrev, katta panoramniy krishcha. Gap bo'lishi mumkin emas. Olasiz, maza qilib haydaysiz. Okam, xudo xolasa hammamizga nasib qilsin. Qarang, orqalarini ham juda ham kengini ishlab qo'yishgan, old-orqa klimat kontrol, hamma sizlarimizda elektroprivodda va orqa oynlarida o'zini shtorkalari ham mavjud. Agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, nimaga shunaqa zo'r yeni markalarni qo'ldan chiqarib olishingiz mumkin. Orqalarini ham juda ham jerskiy qilib ishlab qo'yishgan. Range Rover Sport yozuvlarida. Avtomobilimizda narxi keladigan bo'lsa, past kommentariyada yozib qoldirganmiz. Bu videoni kamida shunaqa avtomobil ravo ko'rgan tanishingizga yuborib qo'ying.